Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, YouTube kanali kuzatuvchilari, bizni Mega Avto 7070 kanalini obunachilari. Mana salonimiz ochilmasdan turib 10-mashinamiz ham egasini topib turibdi. Mana ukalarim bizni kanalimizdan ko'rib, Jizzax viloyati Zomin tumanidan mana tashrif buyurishibdi. Mana bu Kia Carnivalimizni sotuvga qo'yuvdik. Mana Jizzax viloyatiga Zominga nasib bo'lib turibdi. Ukalarim kelib, ukajon muborak bo'lsin mashina. Rahmat aka. Salomat bo'linglar. Ishlaringizga rivoj. Ukalarimni Cobalt'i bor edi, Cobalt'ini oldik, raznistasini kelishdik. Ukalarimga Kia Carnivalimizni berdik. Xullas 16.200 mi 300 dollarga baraka top bo'ldi. Ishqam kavob ham kuymaydigan qilib Cobalt'larni chiroyli narxda hisoblab oldik. Uka muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarga meninglar. Siz bilan bizni butun dunyoda yurgan musofir o'zbek hamyurtlarimiz, qolaversa O'zbekistondagilar Jizzax viloyatida, Zomin tumanida kuzatishyapti. Ikki og'iz so'zlar bo'lsa ekranga marhamat. Mega Avto 7070 kanalini YouTube platformasini ko'rib kelgandik. Haqiqatda yaxshi ekan. Narxlari hamyonbop, sifatli, mashinalar sostenalari haqiqatda yaxshi. Hujjat ishlarini 100% o'zlari qilib berdi bizga. Cobalt'imizni yaxshi narxga olib qoldi va buni arzon narxda qilib berdi. Hammasi uchun akamizga rahmat. Salomat bo'linglar. Yana bir bor muborak bo'lsin. Akalar, kutib turamiz hali. Xudo xolasa, kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, mana mashinalarimiz Xudo xolasa ertaga ochilish marosimimiz, ochilishini ham Xudo xolasa birgalashib ochamiz. Hozirgi kunda bir 50 dan ortiq assortimentimiz bor. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Bizdan uzoqlashmanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Yangilik zo'rlari hali oldinda. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat e'tibor uchun.